Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchilar ko'rishingiz mumkin. Hozir Samarqand shaharida ishimizni olib boryapmiz. 320 kvadrat tomimizga penalon bosib beryapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Birinchi rastvorni tayyorlayapmiz. Mana Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Birinchi rastvor mana tayyor bo'lgan holati. Ularimiz ishni boshlashdi. Ko'rishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. Santimetrlarga keladigan bo'lsak, vodiy bo'ylab 35 mingdan narximiz boshlanadi. 5 santimetri, 8 santimetri 40 ming, 10 santimetri 45 ming so'mdan. Voha Toshkentlarga bo'lsa 40 ming so'm 5 santimetri, 8 santimetri 48 ming, 10 santimetri 55 ming so'mdan. Tiltali, taxtali, mana bu loy bosilgan, yorilib ketgan joylar bo'lsa ham bemalol olib chiqarsa, ustidan chiroyli qilib 5 santimetrdan 15 santimetrgacha chiroyli qilib qo'yib beramiz. Bemalol olib chiqarasizlar pastdagi. Ko'rishingiz mumkin qolamiz. Xudo xolasa bitgandan keyin yana bitta chiroyli video qo'yamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar.